Mona Lisa pastellari. Bugungi obzorimizda sizlarga Mona Lisa gastrichniy variantlarini obzor qilib beramiz. Ana sizlarga Mona Lisani bugun polniy obzorini qilib beramiz. Anchadan beri so'rashyapti. Bu pastelimiz lyuks satin materialdan ishlangan. Pastelimizning razmerlari ham to'liq chiqadi. Padadiyanligi 2 ga 220, prostinalari 2,5 ga 240, nag'lichkasi 50 ga 70. Yaqinroq olib kelasiz. Choklarni ko'rsatib o'taman. Choklarni ham ko'ringlar. Choklari ham juda ham zo'r ishlangan. Prostinalari, nag'lichkalari ham mana. Nag'lichkalarni ham ko'ring. Ichki choklarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu bizda Mona Lisa brendi juda ham ishonchli brend. 7-8 yildan beri sotuvda bor bozorlarda. Mana. Sizlar ham polniy averlo. Bu pastelni videomizning materiallari Xitoydan kelyapti, tikilishi Toshkentda. Zichligi ham juda ham yuqori, 1 sm kvadratidan 130 ta 140 deb o'tgan bo'ladi. Azizlar, pastelni videolarda zichlik qancha yuqori bo'lsa, xizmat ko'rsatish muddati ham uzoq bo'ladi. Ya'ni 3 yil, 4 yil davomida yuvib bemalol kir mashinada ishlatsanglar bo'ladi. Sinovdan o'tgan. O'zingizni ko'pirtirib gapirdingiz-ku, narxini tushib o'tdi endi buni. Narxi ot bilan tuya bo'larmidi? Bor yo'q 600 mingdan sotamiz, kelaverasizlar.